Cho'nglar ham bolalarning ichishiga intayin mos qiladigan quvvatli bo'lgan malatdan qilishni o'rganib oling. Itsoli intayin oddiy birlik ko'rsangiz o'rganib olasizlar. Mushundaq yomg'irlik kunlarda bir chin ichib olsangiz ajoyib issiq bosadi. Avval qo'y go'sh bo'lamdi yoki to'q go'sh bo'lamdi, suvaq suv silib, qozon qaynagandan keyin ko'pikchilarini pok suzib, sho'rpasini chiqarib olamiz. Undan keyin sinjang, samsaq, so'ng piyoz videoda ko'rsatgan bo'yicha ushshoq to'g'rab olamiz. Undan keyin o'zimiz yaxshi ko'rgan sayko'ktatlardan muvofiq miqdorda to'g'rab olamiz. Masalan, tofu, suji degandek. Hamda uydagilar yaxshi ko'radigan va yaxshi ko'rmaydigan sayko'ktatlarning hammani pok yuvib tayyorlab olamiz. Hamda sho'rpaga muvofiq miqdorda tuz silib, cho'ng ustamning malatdan tetitqisidan bir bo'loq silib etamiz. Cho'ng ustamning cho'ngligi bo'lmish oila yig'ilish qilganda yoki guymilaringiz bilan o'tirib yeyishga intayin mos keldi. Buni bevosita sovuq solgandan sho'rpaga solsangiz texmi yeyishlik bo'ldi. Ta'mning texmi tamli quvvatli bo'lish uchun 100 gram atrofida sut qo'yib etamiz. Ko'rib qochib ketganlarni demasdaymizg'u. Inkas rayoniga siz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llag'inglar rahmat. Hozir 60 xil darsimizni faoliyat qilyapmiz. Cho'ng taqsili qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darskimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ikraz tutkunum shu. Uningdagi videoda ko'rsatgan bo'yicha tasraq pishadiganlarni oldida oson pishadigan sayko'ktatlarni keyin silib pishirib olamiz. Amdi malatdan usiydigan chiroyli qachimizga zimajang, ochiq suv, osh ko'ki, so'ng piyoz maysi, samsaqni silib videoda ko'rsatgan bo'yicha malatdan ustiga qo'yib lam iste'mol qilsak bo'ldi. Manda malatdan yetishni o'rganib, uydagilaringiz etib beradigan bo'lsangiz, maqtab turib ichib ketadi.